Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Mana olibdi, 100 olibdi. Mana olibdi, to'y qildi. Men ham oldi. Kerak emas edi o'zi u kredit. Bo'ldi, yopolmayapti. Qishloqda falonchi dedi, kredit yopdi deydi. Yugurib borishadi. Qanaqa qilib yopding desa, yana bitta kredit olib yopib qo'ydim deydi. O'sha uyini sotib ko'chada qolgandan keyin aytadi, menga kerak emadi shu kredit deydi. Kishi o'zini hayotiga rozi bo'lsa, hayoti zo'r bo'laveradi. Musibat nimada? Rozi bo'lmaydi-da. Kattaroq mashina meni deydi. Yana ham chiroyliroq uy solay deydi. Yana ham kattaroq restoranda to'y qilaydi. O'zi o'tyapti kuni. Qarang-da. Uyi bor edi. Tomi qishi bo'lsa ham, abdelkasi xonigi bo'lsa ham otasidan qolgan uyda yashayapti tinch. Mana endi katta aytiraman dedi. Ko'ring ko'chada qolgan. Abdurahmon ibn Avf tijorat bilan shug'ullandi. Ozgina vaqtdan keyin qo'lida pul to'plandi, uylandi. Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldida o'tib qolganlarida Rasulullohga Abdurahmondan bir atirni isi keldi. Ya'ni kuyov bolasi ep olgan atir ekan deydi. Ibn Avf uylandingizmi? Ha, uylandim. Avlim valau bishali. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham valima qilib bering. Xotinga mahrga nima berdingiz deb so'raganida Rasululloh ibn Avf danakcha keladigan oltin dedilar. Rasulullohni to'yiga aytmadi Abdurahmon ibn Avf. Meni aytmabdi to'yiga deydi. Domlasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Endi domlasi desa yoki ustasi bo'lib turib meni aytmabdi deydi. Hech narsa bo'lmas ekan. Xullas payg'ambarimiz Abdurahmon ibn Avf to'yiga aytmagan ekan, Rasululloh o'pkalamagan ekanlar, qo'y so'yib e'lon qilib qo'yib, valima qilib qo'ying deyaptilar. Demak, to'yni minimalisti shu. Jonliq so'yiladi shukronasiga, mehmon chaqiriladi, uylanganligi e'lon qilib qo'yiladi. U holda qo'y so'yib to'y qiling dedilar Rasululloh. Ortidan Alloh molingizga baraka ato etsin deb duo qildilar. Ibn Avf aytadi, shu duodan so'ng mol dunyo ortimdan ergashib yuradigan bo'ldi. Har bir toshni tagini ko'tarsam, albatta yo oltin, yo kumush toparadim. Bandani bergani hech qachon Allohning bergani kabi bo'lmaydi. Shuning uchun birodarlar, bandaga ehtiyojing bo'lsin, bandani quliga aylanasan. Undan behojat bo'l, shu bandani tengiga aylanasan. Agar shu bandaga ihson qilsang, uning xo'jayini, amiriga aylanasan. Shunda ham rizqingni yeysan, uchala holatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafa. Parvardigor kim meni yaxshi ko'rsa, uning rizqini kifoyali qilgin. Meni yaxshi ko'rgan ummatimni rizqini kifoyali qilgin degan ekanlar. Kifoyalik nima? Bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashlik. Hayotidan qanoatli bo'lib yashashlik. Boy qilib qo'ygin demayapti. Chunki dunyo qancha katta bo'lsa, tashvishi ham shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun musulmon odamni hayotini eng mustavosini komili kifoyalik. Endi haddan oshib boradigan boylik emas, tushkunlikka tushirib yuboradigan nima emas, faqirlik emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u zotning zavjai mutahharalarning xizmatida turdi Abdurahmon ibn Avf roziyallohu anhu. Bu ummahatul mu'minlarni barcha hojatlarini sidqidildan bajarar edi. Safarga borsa, billa borardi, sarf-xarajatini qilardi. Hajga chiqsa, onalarimiz ummahatul mu'minlar kuzatib chiqaradi. Ularga havdashlarni qurib berar edi. Ularni doim xizmatida o'zi qoyim bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning onalari Omina binti Vahb qabilasiga Abdurahmon ibn Avf ana shu qabiladagi faqir musulmonlarga xo'r odamni oladigan jazosini. Sumr ibn Jundub roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi aytadi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bomdod namozini o'qib bo'lganimizdan keyin ba'zida sizlardan biror kishi tush ko'rdimi deb so'rardilar. Tush ko'rganlar aytar edi. Kunlarda birida yana so'radi. Hech kim tush ko'rdim deb aytmaganida payg'ambarimiz ana shu Isro va Mi'roj darslarida aytganmiz buni. Tush ko'rganligini aytdi. Shuda mana haligi yetimda molini yegan, gap tashigan, zinokorlarning qatorida ana shu Isro va Mi'roj kechasida ko'rgan ishlaridan riboxo'rlarning holati haqida bayon qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketib borar ekan, u kishi yetalab ketgan ikki kishi bilan osmonga qarab yotgan qorni xuddi bir uyda katta keladigan kishilarni ko'rdi. Ular yerda yotar ekan, Fir'avn xonadoni u yoqqa bu yoqqa tepalab o'tar edi. Mana bilamiz, annaru yuraduna alayha ghuduwan va ashiya. Fir'avn xonadoni qiyomat qoyim bo'lguncha ertalab bir marta, kechki payt bir marta jahannam o'tiga solib turiladi. Ana shu azobiga borib kelishlik yo'lida ikki mahal ana shu qorni katta kishilarni tepalab o'tadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril bu qorni katta kishilar kimlar deganida bu sutxo'rlar deb javob beradi.